Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Bugungi kontentimiz distributorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga bag'ishlanadi. Hozirgi kunda ko'plab o'zbek tadbirkorlari xorijiy kompaniyalar bilan distributorlik shartnomasini tuzgan holda ularning brendlarini O'zbekiston Respublikasiga olib kirib, sotish, xalqqa tanitish orqali daromad ko'rish bilan shug'ullanib kelishmoqda. Eng achinarlisi shundaki, o'zbek tadbirkori xorijiy brendni O'zbekiston Respublikasida rivojlantirib, xalqqa tanitib, endi foyda ko'rdim deganda, brend egasi bir tomonlama distributorlik shartnomasini bekor qilib, o'zining filialini ochib, tayyor klientlik bazaga ega bo'lgan holda o'zining mahsulotini o'zi sotishga harakat qilmoqda. Biz shu holatdan kelib chiqib, mutaxassis sifatida o'zbek distributorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga quyidagi maslahatlarimizni berib o'tamiz. Hurmatli tadbirkorlar, agar siz xorijiy brendni O'zbekiston Respublikasiga olib kirmoqchi bo'lsangiz, siz xorijiy brend egasi bilan O'zbekistonda u bilan hamkorlikda yangi tadbirkorlik subyektini tashkil qilgan holda va o'sha olib kirilayotgan brendni yangi tadbirkorlik subyekti nomiga patentlagan holda ishni boshlang. Shunda xorijiy yuridik shaxs, xorijiy brend egasi sizni o'yindan chiqara olmaydi. Chunki sizning butun boshli mehnatingiz, harakatlaringiz, mablag'ingiz ushbu brendga tikilgan bo'ladi va bu brendni boy berishingiz siz bozorni boy berishingiz bilan barobardir. Shuning uchun hurmatli distributor bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar, siz albatta qaysidir brendni O'zbekiston Respublikasiga olib kirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'sha brend egasi, xorijiy brend egasi bilan kelishgan holda yangi bir O'zbekiston Respublikasi hududida qo'shma korxona ochib va albatta ulushlar 50 ga 50 bo'lgan holda ushbu yangi korxonaning nomiga siz olib kirmoqchi bo'lgan brendni registratsiya qilib, davlat ro'yxatidan o'tkazib, patentlab ishni boshlang. Shundagina xorijiy kompaniya siz bilan bir tomonlama shartnomani bekor qila olmaydi. Chunki siz albatta bu brendga ham 50% ulushdor bo'lasiz. Brend kimda bo'lsa, bozor shuniki. Shu sabab hurmatli tadbirkorlar, bu holatda xato qilmang. Sizlardan kommentariyalar kutib qolamiz.